Har bir inson qo'lidan kelganini qiladi-yu. Ammo har birimizga tegishli bo'lgan ish bor. Bu biz muammoni ko'rib turibmiz-da endi. U domlalar, saroy mullalari yoki hokimlar tarafidan yoki jamoatlar tarafidan qilinayotgan ishlarni xato ekanligini ko'rganimizda faqat tanqid qilib qo'yishlik bilan cheklanmasligimiz kerak. Tanqid qilish, malomat qilish, ommaga chiqib turib, kimni bo'lsa ham o'sha haligi juda o'zidan ketgan domlalar bor-ku, yolg'on gaplarni ham gapirib tashlaydi. Payg'ambarimizni qo'llari chiqib qoldi qabristondan, qo'llarini ushladim. Yana nimadirlar qilib olishadi. Juda haddidan oshgan domlalar bo'lsa ham, ularni tanqid qilishlik bilan cheklanib, kifoyalanib yurmasligimiz kerak. Bu publikaga o'ynash deyiladi. Publikaga chiqib o'ynab qo'yamiz, obro' yo'q qo'yamiz bu tanqidlarimiz orqali. Bu bilan nima bo'ladi desa, dinimizga, ummatga biron bir manfaat keltira olmaymiz. Xo'sh, hammadan norozi biz. Ummatni o'sha 100 ming, 200 ming, boring million shogirdlaringiz bor. O'sha shogirdlaringizni tamomiy dunyodagi olimlardan, ulamolardan, domlalardan yuz o'girdi. Faqat sizga quloq soladigan qilib qo'ydingiz. Tanqid orqali. Lekin siz yechimini bermasangiz, ertaga qiyomatdan shu 1 million shogirdlaringizni ustidan qiyomatda javob berasiz. Ana shu shogirdlaringizni boshqalardan yuz o'girib sizga itoat quloq soladigan, sizni da'vatlaringizni eshitadigan, darslaringizga quloq soladigan qilib qo'ydingizmi? Endi siz yechimini bering. Xo'sh, mana hukumat va hukumatga xizmat qilayotgan saroy mullalari xatoliklar qilishyapti. Haqiqatda shunday. Endi nima ish qilishimiz kerak? Bu hukumat va bu saroy mullalarini yo'qotib, o'rniga taqvodorlarni olib kelishimiz kerak. O'sha boshidan, ya'ni davlatni boshqarayotgan eng boshida turgandan va hamma xizmatchilarini taqvodorlarga almashtirishimiz kerak. Endi buni yo'li qanday qilinadi? Mana bu shar'iy yechimga muhtoj bo'lgan holat. Ya'ni shar'iy yechimini berish kerak bo'lgan holatda. Agar unday qilmasak, gunohkor bo'lamiz. Tanqidchi bo'lib qolamiz. Endi bu hammamizga tegishli masala. Men aytmayapman, u faqat Sodiq Samarqandiyga tegishli demayapman. Sodiq Samarqandiyga mana hech qanday adovatim ham yo'q, simpatiyam ham yo'q, hech narsam yo'q. U bir birodar, da'vat qilib yurgan birodar, qo'ldan kelguncha da'vat qiladi. Boshqasi ham shunday. Faqat ummat ertaga qiyomatda aytadi-da, biz sizga ergashdik. Lekin mana bu zamonda, mana bu hayotda yashadik. Dunyo alg'ov-dalg'ov bo'layotdi. Kofirlar butun hamma yerni bosib olgan. Ularni qo'lidan qutulishlik uchun hech narsa qilmabmiz-da, deydi. Bu bizni tavhidga da'vat qilishligimiz, bu bizni ibodatga da'vat qilishligimiz. Bu 100 yillab da'vat qilishimiz mumkin. Shariatimizni bilasizlar, keng. Ilm shariatni ichida oqib yotibdi, daryo kabi. Uni o'rganib oxiriga yetib borib bo'lmaydi. Hali bu da'vat qilib yurgan o'zbek zabon bo'lgan eng kuchli da'vatchilar ham hali hayotini oxirigacha bir qancha kitoblarni o'qib, bir qancha ilmlarni o'rganish kerak. Eng kuchli bo'lgan da'vatchilar bilan suhbat qilsangiz, hali o'qimagan, o'rganmagan masalalari bir qancha. Misol uchun, oddiy bir mushtahid bo'lishlik uchun, yo mushtahid bir masala bo'lishlik uchun, hali mutlaqda aytmayapmiz. Mushtahid mutlaq bu tamoman dunyo masalalarini hammasiga kuchi yetadigan darajadagi inson. Oddiy bir mazhabning ichidagi masalalarni boshqatdan ko'rib chiqishlik, tarjih qilishlik ilmiga o'zbek zabon bo'lgan da'vatchilar, ulamolar hali chiqib borgan yo'q. Tarjih ilmi hali mushtahid bo'lishlik emas. Tarjih ilmi bu nima degani bu desa, dalillarni bir-biri bilan qiyoslab, taqqoslab, qaysi biri yuqori darajada, qaysi oyatdan
hukm jihatidan kuchli yoki hadislarni qaysi biri olinadi? Misol uchun Buxoriy qilgan ishlar. Hali bu darajalarga chiqib o'rganimiz yo'q biz. Ammo qiladigan ishimiz tanqid qilishlik bo'lib qolyapti. Endi biz yechimaga ham harakat qilishimiz kerak. Hazil emas, 40 millionga yaqin O'zbekiston va boshqa yer, umuman olganda 50 million, 60 million, 70 million bizni tilimizni tushunadigan insonlar qarab turibdi. Bizlar kommunizm, mana bu SSSR davlati buzilib ketgandan keyin da'vatchi bo'lib chiqqan insonlar bizlar. Bu degani 100 yil ichida birinchi bo'lib da'vatni olib chiqqan insonlar biz. O'sha hamma YouTube'da yurgan da'vatchilar birinchi bo'lib maydonga chiqishgan insonlar. Bizdan keyingilar bizdan kuchli bo'lib ketadi. Lekin hozirda ularga yo'l ko'rsatib berishimiz kerak. O'zimiz chiqib bora olmasak ham yo'lini ko'rsatib beradigan pog'onada turibmiz. Xuddi eshikda oldida turib olib, yo'l ko'rsatayotgan insonga o'xshaymiz. Kelayotganlarni kutib olamiz, xush kelibsan deb, ketayotganlarni kuzatib boramiz. Yo'l ko'rsatadigan insonlar bizdan yuqoridagilar, endi bizdan tepadagi pokoleniyalar kommunizm davrida yashab, bizday dinimizni o'rgana olmagan. Biz hozir o'rganayotgan imkoniyatlar ularda bo'lmagan. Hozirda biz yo'l ko'rsatar ekanmiz, o'sha olimlar darajasiga, dalillarni tushunishlik darajasiga chiqarishligimiz kerak bizdan keyingilarni. Bu degani muammo ko'p, muammolarni gapiraveramizda, yechimi qayerda degan masala turibdi. Ana shu yechimini ko'rsatib berishligimiz kerak ummatga. O'zimiz tushuna olmasak, ularni tushun, mana shu narsani o'rgan deb turib yo'l ko'rsatamizda. Aka, men tushunmagan joyim shu o'zbek ahli ilmlari deylik hozir mana nimada nima deydi, ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'lganlar, Fazliddin bo'lsin, Sodiqjon, Mahmud aka, yana kim, Rashadxon bor, yana mana Bilol degan chiqib qolgan. O'sha hammalarini bitta yerga o'tkazib turib, o'zbek xalqiga qarab turib, o'zbek xalqi kelinglar, ammo ustimizda turgan saroylardagi domlalarni irg'itib yuboraylik, unga qo'shib mana mafiyozlarni ham irg'itib yuboraylik. Kelinglar, islomga qaytaylik, islomda yashaylik, azizlikda yashaylar. Borib u yerga qulchilik qilmanglar, boshqa yerga borib xorlanmanglar deb aka, birlashishlik qiyinmikin? Nimaga birlasha olmaydi deyman-da? Nimaga birlashish qiyin bo'lyapti aka? O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Nimaga qiyin bo'lyapti birlashishlik? Shuni tushuna olmayapman. Lekin menga qolsa birlashib keta olardim aka. Keyin hal qila olamiz bu o'rtamizda masalan debdi. Chunki Ali roziyallohu anhu bilan Muoviyani o'rtasida urush bo'lganda haligi Rumdan xat keladi-yu Muoviyaga. Menga shunaqa yordam kerak bo'lsa, menga murojaat qil, Alida qarshisiga yordam beraman deganda, hozir shunday bor Aliga bayat qilib, seni turgan joyingdan irg'itib yubormaylik, o'zingni bos deb turib, Alloh alam shunaqa ma'noda gapiradi. Aliga borib bayat qilaman, sen bilan unda boshqacha gaplashamiz. Aralashma o'rtamizda ishga deydi-yu, shuni singari aka, nimaga bu birlash qiyin bo'lyapti deyman-da. Boshqa mavzu bo'lmasa, shu mavzuni davom ettiramiz. Boshqa mavzu yo'qmi? Siyosiy mavzular tugadimi? Aka, bitta savolim bor edi men aslida. Boshqa yerga o'tib ketib qoldik, o'shanga indamay kutib turgandim aka. Husayn aka, mana bu Netanyahuni kechangi ko'rsatuvda bir efirda chiqib, men Oq dengiz taraflariga, bu qiylarga islomiy bir davlatni, xalifalik davlatini qurilib qolishiga aslo ruxsat bermayman deb gapirib o'tdi-da aka. Bu oddiy har zaman xabarlarda va boshqa yerda gapiradigan gap emas. Ancha vaqtdan beri bu narsani yopib, yashirishlikka harakat qilib keldi G'arb va butun kufr davlatlari. Aka, mana bu yerda bir xavfmi ko'rdi yoki bir xalifalik davlatini tiklanib qolishidan nima uncha qo'rqib, hattoki televizordagi jonli efirda shunaqa dedi Netanyahu. Mana shu yerga nima deysiz aka, mana shu xabarga? Endi qisqa qilaman bu masalani. Netanyahu hozir butun dunyoga terror ishlarini qilganligi sabab terrorist nomer 1 bo'lib chiqdi. Ya'ni shunday tanildi. Odamlarni qatl om qilganligini, yosh go'daklar va hokazo
Bu inson ko'tara olmaydigan darajada katta bir jinoyat qildi. Inson tabiati ko'tara olmaydigan darajada. Bu bitta masala. Ikkinchi masala, haqiqatda Isroilda o'sha yerda paydo bo'lishligi xilofat davlatiga qarshi paydo bo'lgan edi. Agar kim buni tushuna olmasa, men osonroq misol keltiraman. Bir davlatni, katta bir davlatni yo'qotib tashlashlik, mana Rossiyani yo'qotib olmoqchi bo'lyapti Amerika. Xrushchev bilan Kennedy, Xrushchev Rossiya tomonidan, Rossiyani boshqargan. Kennedy Amerikaning prezidenti edi. Ikkovi 61-yilda kelishuv qilishgan. O'rtalarida kelishgan. Ana shu kelishuvning bir bandida, bir punktida Xrushchevga Kennedy tomonidan, ya'ni Amerika tomonidan Rossiyaga shart qo'yiladi. Biz dunyoni ikkiga bo'lamiz, boshqaramiz. Men bu gapni tushunarli bo'lishi uchun misol keltiryapman xolos. Dunyoni ikkiga bo'lamiz, boshqaramiz. Yarmini sen boshqarasan, mana bu SSSRga kirgan davlatlar va ayrim SSSRga kirmagan davlatlar. Kommunizm ideologiyasi tarqatgan davlatlar ham Rossiyaga tobe bo'lgan. Ikkiga bo'lib boshqaramiz. Men chizgan chiziqdan o'tmaysan va ideologiyangni tarqatmaysan. Ideologiya nima u? Davlatni ushlab turgan qonunlar. Uni aqidasi bor, uni qonunlari bor va hokazo. Materializm, kommunizm va sotsializmning aqidasi bor. Mana shu qonunlari, ideologiyani tarqatmaysan. Rossiya tarqatgan, ya'ni SSSR davlati tarqatgan territoriyadan chiqmaslikka rozi bo'ladi. 61-yilda qo'l qo'yiladi. Bu SSSR davlatini parchalanib ketishligini birinchi bosqichi bo'lgan edi. Ya'ni ideologiyasini dunyoga tarqatmagan davlat tez kunlarda yemirilib ketadi. Islom ham agar Madinadan tashqariga tarqalmaganda, u islomiy davlat o'sha yerda pachara chiqib ketgan bo'ladi. Nimaga? Chunki Rum arablarni bosib olardida Madinani bosib olishligi hech gap emas edi. Alloh subhanahu va taolo islomni quvvatlashligini xohladi va butun dunyoga tarqatishlikni buyurdi. Tashqi siyosat ideologiyani tarqatishlik asosiga qurilgan. Endi mana bu Madinadagi davlat 1924-yilgacha 13,5 asr davomida hozirgi 56 ta davlat territoriyasiga tarqalgan. 56 ta davlatni territoriyasiga tarqalgan degani dunyoda unday kuch hozir ham yo'q. Hozirda to'g'ri Amerikaga bo'ysungan bir qancha davlatlar bor. Lekin Amerika emasda ular. Ular o'zgarib ketishligi mumkin. Misol uchun Turkiyani prezidenti Amerikaga bo'ysunadi. Ertaga undan Angliya tortib olishligi mumkin yoki boshqa bir davlat paydo bo'lib Turkiyani o'ziga qo'shib olishligi mumkin. Ammo islomiy davlat Madinada paydo bo'lgan Payg'ambar alayhisosallam davlatlari dunyoga tarqalib 56 ta hozirgi mavjud davlatlarni bitta qilib bitta davlatga aylantirib bir tana bir jonga aylantirib qayerda fath qilishsa o'sha yer islomiy davlat bo'lib qolardi. Ya'ni tanani qismiga qo'shilib qolardi. U tana kattayib kengayib boraverardi. Musulmonlar aka-uka bo'lib qolardi. Endi buni biz bilamiz tarixdan, dunyodagi hamma musulmonlar yashayotgan yer ham harbiy, ham iqtisodiy quvvatli hisoblangan. Ya'ni zakot oladigan inson topa olmaydigan davrlar bo'lgan. Buni yaxshi bilamiz biz. Buni kofir ham yaxshi biladi. Kofirning yerlariga, ya'ni Yevropa davlatlarini ostonalariga islom kirib borgan edi. Mana Andalusda bilan islomiy davlatga qo'shilgan, Vena ham jihod ostonasida bo'lgan, ya'ni Venaga kirib borayotgan davrlar bor edi. Ozgina qoluvdi Venani fath qilishlariga. Ana Ukrainalar jizya berib yashagan, Rossiyalar jizya bergan. Bu islomiy davlatdan tashqaridagi davlatlar ham xilofat davlatiga jizya berib yashashgan. Bu nima degani bu? Dunyo oyoq qo'li titraydigan Allohning yer yuzidagi askarlaridan, Allohning qonunlaridan dunyo oyoq qo'li titraydigan davr bo'lgan. Bironta davlat bormi xilofatga qarshi urush e'lon qilib, kuchli bir quvvat bilan islom davlatini yenggan?
ko'p asrlar davomida unday qilisha olmagan, bo'lmagan. Faqat Chingizxon bir marta shu ishni qildi va u ham tez kun ichida 2 yilga bormasdan yengilib yo'q bo'lib ketdi. Endi xilofat davlati 13 asr davomida dunyoni titratib kelgan ekan. Bir qancha yerlarni bosib olgan. Hozirgi Yevropa bizlarni qiziqtirayotgan, ishlarga chaqirayotgan va dunyoda eng boy davlat hisoblanayotgan yerlar oddiy baliqchi va kemalarda suzib yuradigan piratlar bo'lgan. Kambag'al davlatlar bo'lgan. Mana shu davlatlar sezdiki, yaqin kunlarda musulmonlar ularni ham bosib oladi. Ularni ham islom davlatiga qo'shib oladi. Mana bu xatardan Yevropa davlatlari birlashib turib musulmonlarga qarshi chiqishdi. Nasroniylar oilasi paydo bo'ldi va musulmonlarga hujum uyushtirgandan tashqari shunday qilish kerak ediki, musulmonlarni ichkarisidan zarba berish kerak edi. Musulmonlarni tepalariga har xil xoinlarni olib kelib qo'ydi, lekin bu ham ish bermayapti. Musulmon xalqlari dinidan qaytmayapti. Birlashib ketishlikka haris bo'lib turishibdi. Soxta chegaralar Says va Piko tarafidan kelishib, musulmonlar yerini bo'lib olib chegaralar qilib, sun'iy chegaralarni qo'yib qo'yganligi bu xuddiki bir kartochniy domik deydi. Qog'ozdan yasalgan chegaraga o'xshaydi. Musulmonlar tez kunlarda birlashib ketadigan holatda turibdi. O'shaning uchun yahudiylar paydo bo'ldi. Yahudiylarni musulmonlarni bo'yniga pichoqni taqab qo'yganday qilib olib kelib qo'yishdi. Mana bu yahudiylar na islomni qabul qiladigan vujud, na musulmonlar bilan kelishib, na qo'shni bo'lib, na qarindosh urug' bo'lib yashaydigan insonlarni olib kelib qo'ygan. Mana bular endi xilofat davlatini parchalanib ketganidan keyin birlashtirib, ya'ni birlashib ketishligiga to'sqinlik qiladigan to'siq bo'lib turibdi. Musulmonlarni parchalab, bir tomonini Fransiya, bir tomonini Angliya, bir tomonini Xitoy, bir tomonini Rossiya, bir tomonini Amerika bosib olib, bo'lib boshqarib kelishyapti. Lekin bu bo'lib boshqarib kelishliklari uzoq davom etmasligini o'zlari ham tushunib yetishdi. Musulmonlar birlashib ketishlik ehtimoli turibdi. Buning uchun yahudiylarni olib kelib o'rnatib qo'yishdi. Endi yahudiylar bu narsani asosan siyosat olib yaxshi bilishadi. Nima maqsadda va qaysi vazifa bilan Falastinga joylashayotganliklari ularni ongida, zehnida turibdi. Endi напряженный holatga kelib qoldi. Netanyahu butun dunyoga qotil bo'lib, terrorchi bo'lib tanildi. Bu xalqlarni bir tarafdan xalqlarning norozichiligi, ikkinchidan ayrim Yevropa davlatlarini, hukumatlarining norozichiligi va butun dunyodagi musulmon bo'lmagan insonlarning norozichiligini olib tashlashlik, yuvib tashlashlik uchun mana bu gapni chiqib gapiryapti. Biz aslida xilofat davlatini paydo bo'lishligiga qarshi bu yerda turibmiz. Biz ana shu ishimizni davom etyapmiz, shu vazifamizni bajaryapmiz. Agar biz G'azo ahlini qirib tashlamasak, ular xilofat davlatini tiklab o'zlariga bir davlat paydo qilib olishadi degan da'voni qilyapti. Ya'ni soddaroq, oddiyroq qilib aytganda, hali tomog'iga bir narsa tiqildi yo axlati tiqilib qolgan paytda o'sha maqsadini chiqib turib gapirishlikka majbur bo'ldi. Agar buni aytmasa, odamlar tushunmayapti-da, sen nima uchun begunoh insonlarni, yosh bolalarni, go'daklarini qirib tashlayapsan? O'zlari menga napadeniya qildi, Hamas o'zi birinchi boshladi degan gap orqada qolib ketdi. Bu endi aktualniy bo'lmay qoldi. E'tibor bergan bo'lsalaring, birinchi yilida to yilda oxirigacha, ya'ni 1 yil turguncha Hamas o'zi boshladi degan da'vo o'rinli edi. Lekin hozirda u da'vo o'rinsiz bo'lib, oshirib olganligi sabab endi nima sababdan o'ldiryapsan degan savolga bu. Agar biz musulmonlarni qirib tashlamasak, yerlarini bosib olmasak, ular xilofat davlatini tiklab olishadi degan da'voni qilyapti. Boshqacha da'vo ham bo'lishi mumkinmi degan savol tug'ilishi mumkin. Misol uchun mujohidlarga qarshi jang qilishligi mumkinmi desa, mujohidlar ham o'zini kimligini ko'rsatib qo'yishdi. Yahudiylarga bizda hech qanday bizdan xavf yo'q, xatar yo'q deb o'zini kimligini ko'rsatib qo'ydi.
Mujohidlarga bitta hukumatni berib qo'ysang, o'chaydigan bo'lib qoldi. Qayerdagi mujohidlar jihod deyotgan bo'lsa, o'sha yerda hukumatini topshirib qo'yapti-da, o'chirib qo'yadi. Endi kattaroq da'vo kerak. Ya'ni bu da'vo butun dunyo insoniyatini qo'rqitadigan da'vo bo'lishi kerak. Netanyahu o'shani ko'tarib chiqyapti. Misol uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga atrofdagi qabilalar to'dalanib qarshi chiqishgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda hali davlat tiklamaslaridan oldin to'shakda yotibdi deb turib, 7 ta qabiladan 7 ta qotilni, killerlarni to'plab olib kelib, nayomliklarni to'plab olib kelib, buni qoni 7 ta qabilaga tarqalib ketsin degan. Bu qissani bilamiz. Mana shu qabilalar bir insonni o'ldirishlikka rozi bo'lishliklarini sababi nima edi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu qabilalarga biron ziyon keltirmagan bo'lsalar, hali u qabilalarni da'vat qilmagan bo'lsalar, 7 ta qabiladan qotillar to'planib kelib, ularni hukumatlari bergan qotillar edi bular. Ya'ni payg'ambarimizni o'ldiraman deb kelgan mana bu qotillar, qotillik qilaman deb kelgan nayomliklar bu davlat o'sha qabila boshliqlarini bergan odamlari edi. 7 ta qabila boshlig'i payg'ambarimizni o'ldiraman deb birlashganliklarining sababi nima edi? Payg'ambarimizni ko'tarib kelgan mabdalari, ideologiyalari edi. Payg'ambarimiz bir davlat paydo qilamanki, hamma arablar bu davlatga bo'ysunadi. Mana shu da'voni qilgan edilar. Rum, Shom, ya'ni Rum, Fors bular Alloh taolo menga u yerlarni ham ko'rsatib berdi deyaptilar. Nafaqat arablar qabilasi, balki dunyoga islom tarqalishligini payg'ambar alayhisalom hali birinchi kunda bayon qilganlar, bashoratini aytganlar. Mana bu narsani tushungan siyosatchilar bu juda katta bir xatarni olib keldi. Hammamizga xatari bor. Kelinglar bir bo'lib o'ldiraylik deyishyapti. Endi Netanyahu agar oddiy bir terrorchilar menga xatar bo'layapti, mana bu jamoat menga qarshi urushyapti, mana bu jamoat meni yahudiylarga bosqinchilik qilyapti desa, bu narsa dunyoga aldov bo'lib ko'rsatilyapti. Bu yolg'on bu narsa. Amerika ham Al-Qoida deb turib Iroqqa kirdi, Afg'onistonga kirdi. Bu narsalar ish bermay qoldi. Endi maydonga juda katta bir xatar bor bo'lgan masalani ko'tarib chiqishyapti. Bu masala xilofat masalasi. Yaqinda bular ochiqchasiga xilofatni gapirib chiqishadi. Ular allaqachon gapirib ham chiqishyapti. Xilofatni ya'ni xalifalik davlatini qoralab ko'rsatishlikka ham harakat qilib ko'rishdi. Mana o'zlaring ko'rdilaring ko'zlaring bilan. Gollivud filmlarini o'ynab chiqishdi. Musulmonlarning qotil, kalla kesar ekanligini va hokazo masalalarni tarqatib olishdi. Bu ana shu yaqinda paydo bo'ladigan xilofat davlatiga qarshi kofirlar allaqachon kurashyapti. Lekin musulmonlar esa xilofat qayerda yozib qo'ygan? Qani Qur'ondan oyat topdi. U edi, bu edi qilib yuribdi hali ham. Mana shu endi birodarim javob. Alloh rozi bo'lsin aka. Xo'p, endi boshqa mavzu bo'lsa, boshqa mavzuga o'tamiz aka. Menda boshqa savol yo'q. Abdulloh birodar, birlashishlik deganda siz nimani tushunasiz? Birlashish deganda nimani tushunasiz? Aka, birlashishlik deganda men shu hammasi birlashib turib bitta o'ziga o'sha boshliqni saylab olsa, undan keyin aka ixtiloflarda o'sha boshliq hal qilib bera oladi aka. Xo'p, mana qarang-da. Siz, men, Muslim Uz 3 kishi birlashdik deylik. Mana bitta jamoa bo'ldi. Abu Hanifa mazhablarida jamoa deyiladi 3 kishi. Va bittamizni boshliq qilib saylab qo'yamiz. Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytadilarki, safarga chiqdilaring 3 kishi, bittalaringni amir qilib olinglar deydilar. Bu buyruq bu. Uchalamizdan bittamizni amir qilib olamiz. Qaysi birimiz amir bo'lamiz? Nima deysiz? Ilmli sizni amir qilib olamiz aka. Qarasho, mana aytgan gapim buyruq bo'ladi, to'g'rimi? Tamam. Endi uchalamiz harakat qilib turib, tamom O'zbekistonga murojaat qilamiz. Bu hukumatda bormi, domlalar bormi, xalqi bormi?
hammalariga murojaat qilamiz. Tayyormisizlar? Albatta aka. Mana shu murojaatimizni ichida shariatni hayotga qanday olib kelishlik tariqatini yo'lga qo'yamiz. Chunki eng asosiy masala O'rta Osiyoda shariat hayotga qaytib kelsin. Ammo bu yo'lda bizda uchalamizga ham qarshi juda katta quvvat bor. Bu quvvat uchalamizni bir 30 bo'laklarga bo'lib tashlaydi. To'g'rimi? Ha. Ana endi biz birlashishligimiz uchun nima qilishimiz kerak? Bir joyga to'planishimiz kerakmi? Yoki misol uchun siz boshqa yerda dunyoni bir chekkasida, men boshqa burchagida, muslim o'z boshqa burchagida bo'lsa ham bo'laveradimi? Bo'laveradi aka. Birlashlik uchun hozir bo'laveradi hozirgi zamonda. Tamom, bunday bo'lsa jamoatlar har yerda yurganligi muammo emas ekan. Dunyoni u burchagi, bu burchagi, Shomdagi musulmonlar, Afg'onistondagi musulmonlar, O'rta Osiyodagi ham musulmonlar bir bo'lsa bo'laverar ekan turgan joyida. Shundaymi? Ha, shunday aka. Endi bitta masala qolyapti. Shariatni qanday qilib turib O'rta Osiyoga olib kelsak bo'ladi? Umumiy javob bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qilganlaridek qilishimiz kerak degan javob bor. Lekin o'sha qanday edi degan savolga aniqlik kiritish kerak. Bu ijtihodiy masala. Ya'ni ijtihodiy masala ham bo'lgan joylari bor, qat'iy bo'lgan joylari ham bor. Ya'ni qat'iy dalillar, o'zgarmas dalillar asosiga taalluqli bo'lgan joylari ham bor. Mana shu ikkita masalani, ya'ni ijtihodiy va ijtihodga taalluqli bo'lmagan tariqat bor. Mana shu ikkalasini ham tushunib olishligimiz zarur bo'ladi. Agar mana shu masalani tushunib qolsak, qo'liga qurol olgan ham, qurol olmagan ham, qamoqlarda o'tirganlar ham, Amerikada yurganlar ham, Yevropalar va hokazolarda yurganlar rozi bo'lib turib shu ishga hissalarini qo'shishsa, ya'ni dinimizni oliy qilishlik tariqati va tariqatga doir ijtihodlarga hissalarini qo'shishsa, dinimiz oliy bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, din oliy bo'lishidan oldin birgina xurmo bergan inson, din oliy bo'lsin, mana shuni ishlatinglar, dinni oliy qilaman deb yurganlar shu xurmoni yeb, quvvat olib, ishlaringni davom etinglar degan bo'lsa, deyaptilar. Din oliy bo'lgandan keyin, ya'ni davlat paydo bo'ldi, armiya paydo bo'ldi va iqtisod o'zlarini dinor dirhamlari paydo bo'ldi. O'zlarini territoriyalari paydo bo'ldi va hokazo. Davlat degani endi katta quvvatda bu. Endi bu xurmoga muhtoj emas ular. Xurmoga emas, qurolga ham muhtoj emas ular. O'zlari qurol ishlab chiqadi. Boshqa bir davlatni qurolingni berib tur, Turkiya qurolingni berib tur, biz zolimlarga qarshi kurashaylik ham demaydi. Amerika qurol berib tur, men Rossiyaga qarshi kurashay ham demaydi. O'zlarining quroli bor. Ana shu holatda din oliy bo'lib, komil suratda tatbiq etilayotgan bo'lsa, ya'ni Madinada ijro qilinayotgani kabi ijro qilinsa, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, mana shu holatda Uhud tog'ichalik tilla olib kelib bersalaring ham debdilar. Ana xurmo berganda savobini ola olmaysizlar deb. Mana endi biz shu holatga tushib qoldik yana qaytadan. Ya'ni din g'ariblik bilan boshlangan edi. G'ariblik bilamiz, a? Ana shu g'ariblikka qaytadi dedilar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. 13 asr bo'ldiki bu g'ariblikka qaytmagan edi. 14-asrga kelib din yana g'ariblikka qaytdi. Shu paytgacha xalifalar bo'lgan, davlat bo'lgan, armiya bo'lgan, islom keng tarqalgan, o'zlarining pullari bo'lgan, dollarda ishlayman, yevro ishlayman deb yurishmagan musulmonlar. 13,5 asr davomida tilla, kumush musulmonlarning puli deb sanalgan. Hozirda biz qog'ozchalarni ishlatib yuribmiz, dollar, yevro qilib. Endi mana bu holatda turibmiz, yana o'sha davrga qaytdik biz. G'ariblik bilan boshlangan edi, g'ariblikka qaytdik. Endi to'g'ri aytyapsiz. Musulmonlar birlashishligi kerak. Faqat nima asosida desa, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam g'ariblikda qanday birlashtirgan bo'lsalar,
va qaysi yo'nalishda, qaysi tariqat bilan dinni oliy qilgan bo'lsalar, o'sha yerga qaytishimiz kerak biz. Biz Abu Hanifani ijtihodi bo'yicha dinni oliy qila olmaymiz, chunki u odam din oliy bo'lgan davrda yashagan. Biz boshqa bir mujohidlar tariqati bo'yicha dinni oliy qila olmaymiz, chunki mujohidlar islomiy quvvat, davlat soyasida yashashgan. Biz dinimizni Imom Shofiy mazhabi bo'yicha ham oliy qila olmaymiz. Biz dinimizni qaytib payg'ambar alayhisalom davrlariga borib, qanday qilsakkina dinimiz oliy bo'ladi deb so'rashimiz kerak bo'ladi. O'sha paytda hamma qabila boshliqlari, hukumatlar, davlatlar, imperiyalar musulmonlarga qarshi bo'lgan. Hozir ham xuddi shunday. O'sha paytda qabilalarda insonlar musulmon bo'lmasa ham fikrlari musulmonlarga qarshi bo'lib, hozirgi kunda musulmon bo'lsa ham fikrlari musulmonlarga qarshi. Musulmon bo'la turib demokratiyani qo'llab-quvvatlaydi. Musulmon bo'la turib kommunizmni qo'llab-quvvatlaydi yoki Amerika, Yevropani qo'llab-quvvatlaydi. Musulmon musulmonni qamaydi, musulmon musulmonni o'ldiradi. Bu nima degani desa, ikkita musulmon bir-birini o'ldiryaptimi? Ikkalasidan bittasi dinni ushlagan bo'lishi mumkin, ikkinchisi ushlamagan bo'ladi. Dinni ushlamagani qaysi yo'nalishda, qaysi qoida qonunlar bilan dinni ushlaganda o'ldiryapti, qamayapti desa, kofirni qonun qoidalari bilan. Alloh nozil qilgan dindan boshqa dinlar bilan, boshqa qonunlar bilan musulmonlarni qamab, o'ldirib yoki quvg'in baron qilib tashlayapti. Endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrlarida ham musulmonlarni qamayotgan, o'ldirayotgan kim edi desa, Alloh nozil qilgan dindan boshqa dinlar bilan boshqarayotganlar edi. Hozirda u dinlarning nomlari o'zgarib ketdi, lekin o'sha mushriklik qolib ketdi. Misol uchun kommunizmni qo'llab-quvvatlagan, o'zlariga iloh qilib olgan, Leninni payg'ambar qilib olgan, demokratiyani iloh qilib olgan, demokratiyani qo'llab-quvvatlayotganda mushriklardan farqi yo'q. Nomlari musulmon bo'lsa ham, Qur'onni yoddan bilgan bo'lsa ham, ularning amallari kofirlarga manfaat keltiradigan amallar. Hech ham Allohning diniga manfaat keltirmaydi. Endi keling biz 3 kishi birlashib ummatni zehnlarini ochadigan, ummatni shariatni tushunadigan, Allohga qullik qiladigan ta'limni beraylik. Yoki dunyodagi musulmonlar, jamoalar, qo'liga qurol olgan yoki qurol olmagan hamma jamoatlar O'rta Osiyo musulmonlarini yoki tamoman musulmonlarni shariatga qaytishlikni o'rgatadi. Buni fikriy harakat deyiladi. Insonlarning fikrini o'zgartiraylik. Misol uchun Mus'ab bin Umayrni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga jo'natadilar. Ana shu ishni qilaylik. Bu sunnat-ku bu tariqat-ku bu. Bundan o'zgacha yo'lda tutgan odam garchanki hukumatga kelib qolsa ham, lekin noto'g'ri yo'l bilan kelib qoladi. Garchanki qo'liga davlat o'tib, butun quvvat qo'lida paydo bo'lib qolsa ham, uning uchun u ajr savobga ega bo'lmaydi. Alloh undan rozi bo'lmaydi. Nimaga? Chunki u tariqat bilan, sunnat bilan hukumatga kelmadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hukumat tepasiga Allohni rozi qiladigan yo'l bilan keldilar. Alloh buyurgan, ko'rsatgan yo'l bilan keldilar. Buni har bitta qadami ibodat deyiladi. Har bitta bosgan qadamlari, har bitta qabilalarga borib turib da'vat qilganlari, yordam so'raganlari, islomni qabul qil deb chaqiriq qilganliklari, har bitta o'tirib halqalar berganliklari tariqat deyiladi. Bu sunnat bu. Buni qo'yib biz g'ariblikdan payg'ambar sunnatiga ergashmasak ham chiqib ketamiz. Qurol olamizda kofirlarni o'ldiramiz. Sahobalar u ishni qilmadi-yu. Sahobalar qamalayotgan, qiynalayotgan holatda ham insonlarning fikrlarini tezda ochib tashlashlikka hokimlar bular zolim ekanliklarini tushuntirib berishlikka harakat qildilar. Har bitta qabila boshlig'ini zolim ekanligini, u yurg'izayotgan hukmlar Allohning qonunlariga zid ekanligini,
Alloh taolo bizga vahiy jo'natyapti. Qur'on va sunnat bilan hayot kechirsakkina Alloh bizdan rozi bo'lishligini insonlarga bayon qilib berardilar. Mana shu bilan insonlar tushundiki, bizda davlat bo'lmasa, davlat boshiga payg'ambarni hokim qilib qo'ymasak, payg'ambar vafotlaridan keyin yana musulmonlardan payg'ambarga ergashganlardan hokim qilib qo'ymasak, Alloh bizdan rozi bo'lmaydi. Bu mavjud hukumatlar ham xuddi o'sha davrdagi hukumatlarga o'xshab Alloh nozil qilgan dindan boshqa narsalar bilan hukm suryapti. Alloh taolo nozil qilgan dindan boshqa qonunlar bilan hukm suryapti. Qanchaiki nomlari o'zgarmasin, turli tuman nomlar yo qonunlar bo'lmasin, yoki ular insonlarga yoqadigan so'zlar bilan erkinlik, ozodlik, baxtli hayot, tenglik hayoti demasin, ular hammasi Alloh nozil qilgan Qur'on va sunnatga zid qonunlar ular. Asosi ham zid, qonunlari ham zid, maqsadlari ham zid. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam birronta hokimlar bilan kelishmaganlar, birronta qabila boshliqlari yo davlat boshliqlari bilan sulh tuzib, kelinglar biz sizlarga bo'ysunib turaylik yoki sizlar bilan bir hamkorlik qilib turaylik, keyin bo'lib qoladi islomiy davlat demaganlarda ular. Qiynalgan bo'lsalar ham, azob chekkan bo'lsalar ham, qanchaiki mashaqqat bo'lishidan qat'iy nazar to'xtamasdan qabilalarga borardilar, da'vat qilardilar va Allohdan yordamni, nusratni kutardilar. Ana shu harakatlarining natijasi Madinada Avs va Hazraj qabilasining qo'lida ijro qilindi, ko'rindi. Ana shu narsani qilishlik uchun Mus'abni jo'natadilar. Mus'ab roziyallohu anhu borib turib Madina ahlini 1 yil mobaynida da'vat qilib chiqadi. Sahih xabarlarga ko'ra Madina ahli 10 ming atrofida, ya'ni Avs va Hazraj qabilasi 10 ming atrofidagi insonlardan iborat bo'lgan. Har birini xonadoniga hukumat almashyapti. Hokimiyatga Alloh rasulini jo'natib hokimiyatga olib kelyapti. Bunga rozi bo'linglar deb da'vat qilardilar. Ya'ni hokimiyat o'zgaryapti. Hokim Allohning rasuli bo'ladi. U rasul bo'lganligi uchun emas, rasul bo'lganligi uchun iymon keltirishligi o'zi kifoya edi. Hokimiyatni boshqarishlikka olib kelib qo'yishlari bu ikkinchi payg'ambar alayhisolamning vazifalari bo'lgan. Ya'ni missiyalari ikkita bo'lgan. Bittasi payg'ambarlik, bittasi hokimiyatni boshqarishlik. Mana bu narsa bizga tariqatmi? Tariqat. Sunnatmi? Sunnat. Mus'ab bin Umayr 1 yil da'vat qilgandan keyin har bir xonadonga da'vat kirib bordi. Islomni qabul qilgan 10dan biri edi. Taxminan 10 mingta odam bo'lsa, mingtasi islomni qabul qildi xolos. 1 yil mobaynida. 9 mingtasi, qolgan 9 mingtasi biz rozimiz agar adolat bilan boshqarsa. Agar Avs va Hazraj qabilasini o'rtasidagi murosasozlikni yo'qotib yuborsa, ya'ni 100 yil davomida urushib kelgan edi ular. Agar bizni aka-uka qilib yuborsa, agar uni aytayotgan gaplari to'g'ri bo'lsa, biz rozimiz dedi. Ya'ni 9 ming islomni qabul qilmaganlar ham iqtisodiy, ijtimoiy, harbiy adolatni ko'rgandan, eshitgandan keyin o'sha odam boshqarsin bizni. Biz zulm ko'rib yuribmiz. Bizni kambag'allarimiz qiynalib ketyapti. Bizni ayollarimiz beqadr bo'lib ketyapti. Adolat bilan boshqaradigan inson kelib o'tirsin hokimiyatga deb rozi bo'lishdi. Mana shu ishni qilishligimiz tariqat emasmi bizda? Shu ishni biz qilishligimiz sahobalarning ishini qilish emasmi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga xat kelgandan keyin ya Rasululloh, Madina ahlini xonadoniga kirmagan xonadon qolmadi. Ya'ni islom da'vati kirmagan xonadon qolmadi. Sizga qarshilik yo'q, keling deydi. Bironta Avs va Hazraj qabilasini birontasi payg'ambarimizni tepalariga kelib o'tirganliklaridan norozichilik bildirib maydonga chiqib turib miting qilishgan emas. Hamma rozi bo'ldi. Bu nima degani? Bu o'sha yerda yashayotgan insonlar garchanki 90% mushrik, nasroniy, yahudiy bo'lsa ham hokimda almashishiga rozi edi. Chunki musulmon bo'lmagan inson ham islomda adolat borligini ko'ra oladi. Bu hozirgi Yevropa davlatlaridagi 40%, 50%, 60, 70%lik
налогlardan qutulay deb turib, adolat qidirgan qancha insonlar bor. O'rta Osiyo yo musulmonlar yerlari allaqachon musulmonlarni adolatli dini borligini tushunib yetishlari kerak edi. Bunga biz sababchimiz. Islomda adolatligini iqtisodiy boshqaruvda, ijtimoiy boshqaruvda, siyosiy boshqaruvda, harbiy boshqaruvda, maktab ta'limlarida, siyosiy boshqaruvda adolatli ekanligini ko'rsatib bera olmaganligimiz sabab O'rta Osiyoda hali ham islomni tushunmay yurishibdi. Islom degani soqol qo'yishlik, jihodga borishlik deb bilishadi. Islom degani faranjiga o'ranib yo hijobga o'ranib yurishlik, havoni issig'ida terlab pishib yurishlik deb tushunishadi. Lekin Alloh taolo faqat ibodatda emas, faqat hijob, soqol, jihodda emas, balki insoniyatni dunyodagi hamma muammolarni hal qilib beradigan nizomlarni nozil qildi bizga. Amerika boshqarayotgan nizom bo'lsin, Angliya boshqarayotgan nizom, Saudiya boshqarayotgan, O'zbekiston, Tojikiston boshqarayotgan nizomlarni ham eng chiroylisini, inson tabiatiga yoqaydiganini Alloh taolo nozil qildi bizga. Insoniyat zalolatda, gumrohlikda, botqoqlikda yashayotgan paytda o'zlarini farzandlarini ko'mib yuborayotgan. Buni sababi bor edi. Nima uchun ko'mayotgandi ular? Chunki qizlarni qadri qolmagan, qizlar qul bo'lib ketayotgan, fohisha bo'lib ketayotgan, birovlarning qo'lida o'yinchoq bo'lib ketayotgan davrda edi ular. Demokratiya ham xuddi shu narsani olib kelyapti bizga. Ayollarimiz birovlarni obyekt naslajdeniyasi bo'lib qolyapti. Birovlar tomosha qilib rohatlanadigan bir obyektlarga aylanib qolishyapti. Qizlarimiz 18 ga kirganda birovlarning qo'g'irchog'i, o'yinchog'i, xohlaganini to'shagiga yotqizadigan qilib qo'yapmiz biz. Bu demokratiyaning ozodligi, erkinligi bu. Erkaklar-ku allaqachon qadriyatlarini, islom bergan qadrlarni allaqachon yo'qotishdi. Na rashk bor, na g'ash bor, na g'urur bor, na iffat, na iymon qilyapti bizda. Chunki demokratiya aytayaptiki, ayolingga rashk qilma. Unda erkinlik bor, ozodlik bor. Xohlaganini yaxshi ko'rib qolsin, deyapti. O'zing ham birovni ayolini yaxshi ko'rib qolsang, birga yotib turishlikka haqqing bor, deyapti. Chunki sen erkinsan, deyapti. Bu ana shu g'ariblik zamoniga, islom boshqarmagan zamonga qaytib keldik biz yana. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana shu adolatsizliklar, inson tabiati buzilib ketgan, butun zalolatga botib ketib, to'g'ri jahannamga ketayotgan insonlarni qutqarishlik uchun tepalariga hokim bo'lib o'tirishlari shart edi. Bu shartni Alloh taolo o'zi qo'ydi. Endi bizni davrimizga kelib, faqat masjidlarda o'tirib, faqat internetlarda o'tirib, faqat bir burchaklarda yashinib pinhona da'vat qiladigan holatimiz ummatni zalolatdan qutqara olmaydi. Bizni ham boshimizga Madinaga kelgan payg'ambarlik boshqaruvi bizga ham zarur bo'ldi. O'shaning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, payg'ambarlardan keyin xalifalar boshqaradi, ulardan keyin raiyatiga zulm qiluvchilar keladi, keyin zolimlar davri bo'ladi va yana payg'ambarlik minhoji asosida xilofat yana qaytib keladi dedilar. Ana shu zamonga muhtoj bo'lib turibmiz biz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tariqatlari, minhojlari asosida tiklanadigan, o'sha yo'l bilan, o'sha tariqat bilan paydo bo'ladigan xilofatga muhtoj bo'lib turibmiz biz. Mana shu ishni ustida birlashmasdan nimani ustida yana birlashaylik? Asadni yo'qotishlik maqsadida birlashib turib yo'qotdik mana. Qanchadan qancha aka-ukalarimiz shahid bo'lib ketishdi. Tolibonlarni hukumatga olib kelishlik maqsadida birlashdik, mana olib kelib qo'ydik. Nima bo'ldi? Kelinglar butun dunyo musulmonlari payg'ambarlik minhoji asosidagi qayta yana ikkinchi Roshid xalifalikni tiklashlik yo'lida birlashaylik. Mana bu haqiqiy birlashishlik bo'ladi. Alloh taolo ustuvor qilsin hammamizni. Amin ya Rabbil alamin. Rahmat Husayn aka. Alloh rozi bo'lsin. Alloh barchamizdan rozi bo'lsin. Aka, juda to'g'ri gaplarni gapirdingiz. Mana siz gapirgan narsalarni men xuddi shunday tushunaman. Hada o'tirganlarga bir eslatma bo'ldi aka. Nimaga shu men tushunib turgan narsani aka, men endi bitta johilman. Yo ahli ilmlar, shu mujohidlar tushunmayapti aka shu narsalarni. Endi odamlarni saviyasi har xilda, birodar.
Alloh taolo bizlarga, da'vatchilarga aql, zakovat, hushyorlik, insonlarni farqlab oladigan, haqni har bir insonni saviyasiga, qobiliyatiga qarab turib tushuntira oladigan darajasiga chiqarsin. Haqiqatdan aka, Alloh taolo qalblarini, ko'zlarini ochmasa inson ko'ra olmaydi ekanda haqiqatda. Qalbini ochmasa tushuna olmaydi ekan aka, haqiqatda yura olganda shunaqa aldanib, aytganingizdek bitta kichkina davlat berib qo'ysa, ha biz davlatni oldik, ozod qildik deb o'shanga xursand bo'lib, asosiy g'oya, asosiy maqsadni unutib qo'yaganda aka. Bitta davlat ozod bo'lishi bilan mana nima bo'ldi? Qolgan yerlarda zulmlar to'xtab qoldimi? Yoki mana yaqinidagi G'azo qatliam bo'lyapti, haliyam to'xtab qoldimi? Yo'q. Davom etyapti-yu. Idlibda o'tirganda akalarimiz, chegara hozir uzoq bizga ko'ringlar mancha vaqt. Endi chegara ochilib qo'yganda borardik deya turganlar qani endi aka? Alloh asrasin, biz birodarlarimizga yomonlikni xohlamaymiz. Lekin Alloh taolo agar o'zini dinini oliy qilaman deb, haqiqiy payg'ambarga ergashib, sahobalarga ergashib oliy qilaman deb oxirigacha turib bermasa, Alloh taolo mana shu dunyoda sharmanda qilib qo'yishligini Alloh bundan asrasin. Lekin shu narsaga olib boryapti. Suriya hukumati yahudiylarga do'stlikni da'vo qilib taklif qilayotganda unga savol berishyapti. Sizlar axir yahudiylarga qarshi-ku sizlar. Sizlar ular bilan birlasha olasizlarmi desa, Ahmad ash-Shara Suriya hukumatini boshqarayotgan, agar yahudiylarga shart qo'yamiz, Suriyaga tahdid qilishmasa, ya'ni Suriyaga bostirib kirishmasa, bosib qolgan joylaridan chiqib ketishsa, biz ular bilan do'st bo'lishlikka tayyor deyapti. Bu shariat bahosi oldida, mu'minlar bahosi oldida, sahobalar va payg'ambar alayhisalom nazarlarida, butun insoniyat taqvodorlari nazdida sharmandalik emasmi bu? Yahudiy vujudi bilan do'stlashishlik oyatga zid emasmi? Hali mana shu dunyoni o'zida uni sharmanda bo'lishligiga sabab bo'ladigan ishlarni qilyapti. Qiyomatda nima bo'ladi uning ahvoli? Allohning dinini tiklamagan, Allohning dinini payg'ambar alayhisalomdek hukumatga olib kelmagan insonni Alloh taolo shu dunyoda ham xor qilar ekan. Alloh uni asrasin. Biz ularni bu ahvolga tushishligini xohlamaymiz. Biz ularga qanchadan qancha chaqiriqlar, da'vatlar qilyapmiz. Suriyani o'zida bir qancha varaqalar tarqalyapti. Asli maqsadlaringdan qaytmanglar degan da'vatlar bo'lyapti. Lekin ixtiyor har bir insonda o'zida ekan. Aka, meni fikrim o'zi qo'lda bor qurol-yarog' bilan qurollanib, bor imkoniyat bilan tayyorgarlik ko'rib, harakatni boshlash kerak edi o'zi asli. Bu osmon ucharali samolyotlar olib, ularni bir uruyniga yetib, unaqa qilinmaydi aka. Oldin Xolid bin Valid haligi eshitganman, Qoqo ibn Amirmi, bir yalang'och Botir degan jangchisi bo'lgan ekan. Ustidagi liboslarni shunday yechib, bitta qilichni olib yugurib urushga kirib ketaverardi aka. Shunaqa emasmi o'zi asli islom? Yo'q aka, qachoniki texnologiyada, qurol-yaroqda bir xil o'ringa chiqqanda endi keyin jang qilinadi aka u Yahudga qarshi. U masjidni ozod qilishlik, u yerda tursin. Bu yoqda o'ldirayotib turgan yosh chaqaloqlar, ayollar, boshqalar u qalblarini larzaga sovuryapti-yu. Hech bo'lmasa o'zlari eplasha olmasa aka, yo'lni ochib qo'ysin. Bu quruq da'vo bu, birodarim. Quruq da'vo. Chunki qurolimiz qachonki bizni qurolimiz dunyo davlatlarini, NATOning qurollariga, NATOga a'zo davlatlarning quroliga teng bo'lganda, biz ularning ustidan g'olib bo'ladigan imkoniyatlar, taxminlar paydo bo'lganda, keyin biz ulardan kurashamiz degan da'vo, bu puch ichidagi hech narsasi yo'q da'vo. Bo'lib ham oddiy Allohning dinini oliy qilaman deb borgan mujohidlarning gapi xolos bu. Ular uyalganidan, Allohning dinini qoyim qila olmaganligidan bu gaplarni, bu da'volarni qilyapti. Lekin u bechora birodarlarimizni siyosiy
uyg'oq emasliklaridan dalolat qiladi bu gap. Nima uchun? Chunki dunyo davlatlarini boshqarayotgan mustamlakachi davlatlar Suriya hukumatiga kecha va kunduz qarab turishibdi. Yaqin Sharq holati haqida, voqealigi, uni o'zgartirishlik, qaysi tomonga yo'naltirishlik to'g'risida institutlar ishlayapti. Atrofidagi arablardan bo'lgan xoinlar va bularga qo'shimcha Turkiya va Eron davlati Suriyaga kecha va kunduz ahamiyat beryapti. Bu bir taraf. Ikkinchi taraf, biron bir davlatni agar quroli kuchayib ketadigan bo'lsa, allaqachon u davlatga sanksiyalar va bosimlar, siyosiy va iqtisodiy bosimlar bo'ladi. Iqtisodiy jihatdan atrofidagi davlatlar yoki Yevropa davlatlarini uzib tashlaydi. Misol uchun mana Suriya hukumati Ozarbayjondagi Soqar kompaniyasi, neft ishlab chiquvchi, neft kachat qiladigan kompaniyani chaqirib bizga yordam bergin, Suriyada ham neft ko'p, uni tortib chiqarib bergin deb yahudiylarga yordam berib kelayotgan, to'g'ridan to'g'ri yoqilg'ilarni yetkazib borayotgan Soqar kompaniyasiga iltimos qildi. Endi bu Ozarbayjon Amerikaga quloq soladigan davlat. Turkiyaga itoat qiladigan, Amerikaga itoat qiladigan davlat. Agar Suriyada qurol kuchayib ketadigan bo'lsa, mana bu Turkiya, Ozarbayjon, Rossiya va atrofidagi arab davlatlari orqali, Eron orqali, yahudlar orqali Suriyani pachaqlab tashlaydi. Ham iqtisodiy, ham siyosiy, ham harbiy pachaqlab mujohidlarni olib borib Idlibga tiqib qo'yadi, ya'ni qaytarib. Alaviylar uzoqqa ketgan emas. Alaviylar Latakiyada bir bosh ko'tarishganligi biz hali bormiz degan boshni ko'tardi. Lekin ularning orqasida Amerika turib bermadi. Agar Amerika turib berganda hukumatni anchagina oqsoqlantirib halokatga olib kelardi. Yahudiylar bir tarafidan, Alaviylar bir tarafidan, Turkiya bir tarafidan siquv o'tkazsa, Suriyani mujohidlari pachag'ini chiqarib tashlaydi. Suriyani mujohidlarini quvvatli bo'lib kelayotganligi, ya'ni yo'qolib ketmaganligini sababi Turkiyani yordami bilan bo'lyapti. Buni o'zlari ham biladi. Buni o'zlari ham yashirmaydi. Chunki biz bilan to'g'ridan to'g'ri gaplashib turgan mujohidlar bor. Ular ochiqchasiga aytadi. Turkiya bo'lmaganda biz bu ishlarni qila olmasdik. Idlibda faqatgina bir yerda saqlanib turishligi ehtimoli bor. U ham bo'lsa Rossiya bostirib kelib, Amerika bostirib, Eron bostirib bormasligi sabab ishda turishdi. To'g'ri, bir portlatib qo'ydi, boshqa qildi. Xullas, Suriyada agar qurol kuchayib, yahudiylardan kuchli bo'lib, hech bo'lmaganda shu yahudiylarni yo'qotib tashlagan darajada qurol paydo qilaman desa, Eronga bosim o'tkazgani kabi, Rossiyaga bosim o'tkazgani kabi, Germaniyaga bosim o'tkazgani kabi, Angliya, Fransiyalarga bosim o'tkazgani kabi, Amerika Suriyaga bosim o'tkazishligi hali 2 deydi-yu, hech gap emas. Germaniyada katta bir davlatga bosim o'tkazib, Yevropa va Amerika tarafidan faqat o'zini himoya qiladigan qurolni ishlab chiqishlikka ruxsat berdi, xolos. Amerika, ya'ni Germaniyada biron bir davlatni bosib, undan kuchli bo'ladigan darajada quroli yo'q. Harbiy quvvatni ishlab chiqishligiga chek qo'yishgan. Amerika va Angliya davlatlari Germaniyani kuchayib ketishligini to'sib qo'yishgan. Hamma Yevropa davlatlarini, Fransiya va Angliyadan tashqari hammasida mana shunday. Faqat bunga Rossiya itoat qilmadi, xolos. Xitoyni ham harbiy quvvati kuchayib ketishligini to'sib qo'ygan edi shu kungacha. Ya'ni dunyo siyosatiga aloqali bo'lgan mavzu bu. Xalqaro siyosatda kuchayib ketishlik mumkin emas. Unga to'sqinlar, uni to'sib qo'yadigan richaklar to'lib yotibdi. Harbiy tomonlama, iqtisodiy tomonlama, siyosiy tomonlama, huquqiy tomonlama tashkilotlar bor. Biron bir davlat yadroviy держава bo'lishlikka haqli emas. Endi savol tug'ilishi mumkin. Pokiston yadroviy держава-ku. Pokistonni kuchaytirgan Amerika, Xitoy, Hindiston va atrofidagi davlatlarni Angliyani qo'lidan tortib olib, ularning ustidan hukmron bo'lib, mustamlaka qilish uchun yoki ta'sirini kuchaytirishlik maqsadida Pokistonni kuchaytirgan.
Pokistonni qurolini Pokiston hukumati, ya'ni musulmonlardan iborat bo'lgan insonlar qurolda ishlab chiqishmaydi. Pokistonda yadroviy arsenallari, qurollari Amerika tomonidan ishlab chiqiladi. Faqat Pokistonda joylashgan. O'shaning uchun biron bir davlat yo'qki dunyoda qurolini kuchaytirib, boshqa davlatning ustidan kuchliroq bo'lib, keyin unga qarshi urush qilaman degan davlat yo'q. Shunga Suriya agar hukumati tomonidan shunday da'vo qilinsa, ya'ni yahudiylarga qarshi biz qachon kuchli bo'lsak, keyin urushamiz desa, uni gapi hech qanday quvvatga ega emas. Suriya hukumati mana shu ketishda yaqin 50 yil ichida kuchaymaydi. Chunki bir pokoleniya, ikki pokoleniya odamlarni o'zgartirib, fikrlarini buzib, Amerikaga tobe qilib, keyin ularga qurol berishi mumkin. Hozircha ular qurollantirilmaydi va kuchaymaydi. Ulardan xatar bor. Shu gaplaringizga aka juda to'g'ri aytyapsiz, 100% qo'shilaman. Haqiqatdan kuchaytirmaydi, qurollantirmaydi ham. Endi qurollanamiz desa, Isroil urib tashlaydi. Amerika o'zi pozitsiyalarini beradi aka. Uradigan qurollarni ham beradi. Xullas imkoniyati yo'q. Ularda imkoniyat faqat nima desa, o'sha bor qo'lidagi avtomati, shu otadigan artilleriyasi bilan borib otadi, shu bilan g'anima oladi. O'sha g'anima qurollar bilan fath nusratga erishadi degan gumondaman aka mencha. Alloh taolo va'da bergan narsaga iymon keltirgan odam qurolsiz ham kofirni qurolini tortib olib bo'lsa ham yutuqqa erishadi. Faqat Allohga suyanish kerak, unga tavakkul qilishlik kerak. Shunaqa, Husayn aka, Alloh rozi bo'lsin aka. Bu yerda o'tirgan akalarimizdan ham eshitib o'tirganiga Alloh rozi bo'lsin. Hammanglarni ajringlarni Alloh taolo to'laligicha qilib bersin. Men savolim tugadi aka. Toqatimiz ham, vaqtimiz ham tugab qoldi, endi charchadik endi. Alloh hammadan rozi bo'lsin. Barchamizga Alloh taolo nusratini bersin. Butun dunyo musulmonlarining bizni davrimizda Alloh taolo ko'raylik narsani. Alloh taolo xursand qilsin. Alloh rozi bo'lsin, Husayn aka.